أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum kırındaşlar. Biz bugün Kur'an-ı Kerim'nin grammatiklik tahlili dersimizin 3. dersini okuyumuz. Yine bu dersimizde Sure Bakara'nın 6. ayetinden 16. ayetgacha bo'lgan şu 10 ayetninki grammatiklik tahlilini ko'rib o'tamiz. Dersimizde biz burun deb o'tgandek yana şu asli 4 xil bosqich bo'yicha davomlashadi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne keferu sevâun aleyhim enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun. Şüphesiz ki kafirlarni agahlandırmamsan baribir ular iman etmeydi. Yani kafirlarni senin agahlandırışın ve agahlandırmaslıkın ularga baribir ular iman etmeydi degan muşu ayet-i kerimden başlayımız. Ayet-i kerimin sözlük noktasından qaraganımızda yani biz 5'te çıkıp bo'lgan ibaretler bo'lsa bunun sözlüküne de to'xtalmaymiz. Hem de keferu veya cehadu degan ma'noda. Yani kafir bo'ldi, tandı. Yani Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellemge Allah tabarak ve taala tarafından nazil qilingan vahiyge tangan kishilar degan bo'ldi. Savaun yine mutsavin degan ma'no yine baraber, baribir, o'xshash degan bir ma'noni bildiradi. Enzertehum'daki enzertehum yine havvebtehum, hazzartehum yani senin ularni havvebte qo'rqitishing, hazzartehum agahlandırışın degan ma'noda. Grammatiklik tahlili kelsak innellezîne keferu sevâun aleyhim enzertehum em lem tunzirhum la yu'minunda inne harf müşebbeh bil fil. Yana bu harf müşebbeh bil fil deb atıldı, harf nasih deb atıldı. Harf müşebbeh bil fil deyilishi filga o'xshaguchi harf deganni bildiradi. Yana undaqda inne anne ka'anne lakin layta la'alladin ibaret bu altı harfni harf nasih deb atalgan, harf müşebbeh bil fil deb atalgan. Endi filga o'xshaguchi harf deb atilishi nima sababdan desa 3 nuqtadan bu filga o'xshagan. Yana biri harfinin sani cihatta bu filga o'xshagan. Yani bu inne anne ka'anne lakin layta la'alla 3 harf yoki 4 harfdan tarkib topgan. Mesela inne anne layta ma'lum 3 harfdan bo'lsa ka'anne lakinla la'alla 4 harfdan tarkib topgan. Filmi 3 harflik 4 harflik fillabatdi. Bu noktadan bo'lsa ikkinchi birisi yine xuddi filmi bir so'zni failim deb peş o'qitsa, yana birini maf'ulim deb zivar o'qitganga o'xshash. Bu mu bir so'zni mening ismim deb nasb o'qitsa, tushuntirishga keltirsa, yana birini mening xabarim deb boshqa kelishga keltiradigan, rafi holatga keltiradigan amallarni qiladi. Bu jihatdan filga o'xshagan bo'lsa, yana bir jihatdan 3-nuqtadan ma'na jihati filga o'xshaydi deymiz. Masalan inna anna bu jadda yajiddu degan haqiqatan kaskin degan bir ma'noda bu filga ma'noda o'xshasa inna anna ka'anna xuddi ashbaha yushbihu inna mushu degan filga ma'noda o'xshasa inna lakinna istadraka yastadriku degan filga ma'noda o'xshagan bo'lsa la'alla tarajji raja yarju degan munda shu tarajji mushu filga ma'noda o'xshaydi. La'alla temenna yetemenna mushu filga ma'noda o'xshaganlikdan demak mushunda 3 jihatda filga o'xshaganligi uchun shunga bu filga o'xshaguchi harflar deb atalgan. Hamda harf nasih deb ataladi. Harf nasih deb atalishi chunki inna annaka anna lakin layta la'alla bu cho'qim ismliq jumlaning başa kishib ismliq jumladagi mubtadani o'zining ismiga qilib nasbiga o'zgartganligi uchun ismliq jumlaning xabarini o'zining xabari qilib o'zgartib olganligi uchun shu o'zgartkichi harflar deb atalgan. Demak, endi mayli bu nima deb atalishdan qat'iy nazar inna harf mushabbih bil fil
Nima uchun bu hamda ta'kid ma'nosini ifodalab kelish bilan birga mubtadoni o'zining ismi qilib tushuntirishga keltirdi, xabarni boshqarish holatida asla qoldirurdi. Ya'ni bu inna annaka anallakallaytala alla chuqum mubtada xabarning boshqarishi. Qandaq narsa mubtada bo'la olsa, u bularning ismisi bo'la oladi. Xabar bo'lashga yorig'anligi so'z inna annaka anninki bularning harf mushabbal biltinki xabar bo'lishga yaraydi. Endi innallazina ism mavsul. Yine şu mebni isimlarının qatarida ism mavsul nisbi almash deymiz. Nisbi almash. Yine ismul mavsul mebni alal fathi. Fathaga mebni olup fi mahalli nasbi innenin ismi inne. Yani allazina bu fathaga qatqan nisbi almash bulup urun jihati tushuntirishib kelgan innenin ismisi. Kafaru fi'li madi mebni ala zamme. Yani kafaru degan bu fi'l zammiga mebni. Biz oldingi darslarimizda o'tgandek fi'l madi 3 narsaning biriga mebni bo'ladi, yoki alif fataga yoki zammiga yoki sakinga deb bu yerda bu vovul jamoa tutashgan holati zammiga mebni bo'ladi. Kafaruda vovul jamoa tutishib kelganligi uchun zammiga mebni. Vovul jamoa damir muttasil bir rab fi mahalli rab'i fa'il bo'ladi. Chunki biz oldingi darsimizda deb o'tdik, zamirlar cho'ng jihatdan ikkiga bo'linadi. Zamiri munfasil va zamiri muttasil deb ikkiga bo'linadi. Zamiri munfasil yana ikkiga bo'linadi. Zamiri munfasil bir rab, zamiri munfasil bin nasbi deb. Endi zamiri muttasil 3 ga bo'linadigan zamiri muttasil bir rab'i, zamiri muttasil bin nasbi, zamiri muttasil bil jar deb. Mana bu zamiri damir muttasil bir rab'ini boshqa ishlatiladigan tutashquchi kishlik almash. Ya'ni mustaqil qo'llanmaydi, bir so'zga tutishib qo'llanadigan zamir demakchi. Shunga bu fi'l rab'i fa'il bo'ladi. Urun jihatda boshqa ishlab kelgan fa'il deymiz. Endi kafaru demak fi'l va fa'ildan topgan bu kafaru allazina degan ism mavsulning silasi. Ism mavsulning silasi cümle ismiyadan yoki cümle fi'liyadan keladigan cho'qim bu chog'da ism mavsuldan ism mavsuli qaytadigan bir robita, bir qaytquchi oid bo'lish kerak. Bu yerda kafaruda allazin degan ism mavsul qaytquchi vav shu allazini qaytdi. Undan hum degan ma'no tushuniladi. Savaun xabar muqaddam marfu boshqa ishlab kelgan ilgir kelgan xabar. Yine savaun alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun dedik. Savaun xabar muqaddam ala alayhim ala huruful jar him zamir muttasil fi mahalli jar. Endi alayhimdiki alayhi zamir shu mim nima uchun kelgan desa erlik ko'plik zamir ekanligini bildirish uchun kelgan deymiz. Demak alayhim degan jar majrur savaunga mutaalliq. Yine kafir bo'lgan kishilar ularga barabar bo'lguchi degan ma'noda savaun alayhim mushu savaunning maf'ulun bi g'ayri sarih desak bo'ladi. Endi anzartahum am lam tunzirhum la yu'minniki hamza masdariya litasviya barabarlikni ifodalaydigan hamza masdariya. Hamza harfi masdariya bo'ladi. Endi biz deb o'tganimizdek harfi masdariya 6. Anna ma kay law hamzadan iborat mushu 6 dona harfi masdariya bo'ladi. Masalan hammamiz bilamiz an o'zidan kelgan fe'l muzorni nasb o'qitib masdarga o'zgartirdi. Masalan antasumu khayrul lakum deganga o'xshash. Annamu shundoq o'zining ismli jumla besh kishi anna o'zining ismini zibar xabarini fash o'qitib buni masdarga o'zgartirdi. Ma'i masdariya, yine bugungi darsimizda ma'i masdariya chiqdi. Şu fe'llik cümle olsun, ismlik cümle olsun kirib cümlenin masdarga o'zgartish xususiyatiga ega. Kaynimi bilamiz, masalan kaymu yani bu şu harfi masdariyaning qatoridan lavma ham shundoq. Lavmu vadda yavuddu filidan kin kelganda lav harfi masdariya bo'ladi. Ammo lavning harfi masdariya bo'lish uchun cho'qim vadda yavuddu filidan kin kelgan bo'lish kerak. Endi hamza harfi masdariya bo'ladi. Mana shu anzartahum am lam
tunzirhumdaki bir şereke enzertuhumdaki hamza harf masdariya littasviya dediğimiz beraberlik ma'nosini birga ifodalab keladigan. Mayli undaq qiling, mayli undaq qilmang degan o'xshash baribir degan bir ma'ni ifodalash bilan birga masdar vositasi deb qaraymiz. Anzara undaqda film madi, anzara film mazi, anzartahumdaki anzar film madi mabni ala sukun. Yani biz bu kaparoni dammaga mabni desak, meniki anzarini film mazi sukunga mabni deymiz. Nemish qolsa? Chunki u biz bu yerda zamir rafiga boshqa ishlab qiladigan zamirni tutishganligi uchun. Yani men oldingi darsda o'tgandek, film mazi sukunga mabni 9 xil holatda, bir xil holatda dammaga mabni, 9 xil holatda sakinga mabni, 4 xil holatda fataga mabni dedik. U 9 xil holatning birisi nunun nisbat tutashgan holati anzarna deganga o'xshash. İkinci birisi naul fa'il tutashgan holati anzarna deganga o'xshash. Undan boshqa taul fa'il deymiz. Yine shu ta tuma tum ti tuma tunna deganga o'xshash. Tu deganga o'xshash. Anzartu anzarta deymiz. Mishada shu bu sukunga mabni deb qaraymiz. Endi ta zamir muttasil fi mahall rafi fa'il dedik. Endi hum anzartahum hum zamir muttasil damir muttasil bir rab, boshqa ishlab keladigan nima? Damir muttasil bin nasb, tushumkir ishlab keladigan tutashquchi kichik almashuvli fi nasbi maf'ulun bih. Shu fi mahalla deyishimiz zamir mabni bo'lganligi uchun fi mahalla nasbi maf'ulun bih'ning ularni ogohlantirishing degan bo'ldi. Am harfi atba li hamza shu barobarlikni ifodalaydigan hamza tasviya uchun muadillik qiladigan barobarlik. Mayli sen ularni ogohlantir yoki ularni ogohlantirmada barobarlik ma'nosi bilan ishlatiladigan am harfi atba. Demak, lam tunzirhum anzartahumga bo'ldi. At bo'ldi. Tunzir fil muzari majzum, yana tunzirhumdagi tunzir fil muzari majzum jazm o'qildi. Nima ish qilsa lamdan iborat adatul jazmi keladi. Yine lam harfi jazmi ve harfi nafyi ve harfi kalbi deymiz buna. Yani lam harfi jazmi deyişimiz o film muzarının beşiği kirib özün kelgan film muzarının jazmi o'qitdi. Ahiri jazmi o'qitdi. İkinci birisi o özün kelgan musbat bilni, bo'lishliq bilni bo'lishsiz holatga yo'tkaydi. Shunga buni harfi nafyin deyishimizning sababi shu. Ve harfi kalbin deyishimizning sababi çünkü o özünkün kelgan hozirgi zaman ma'nosidagi fil muzarini yoki kelgusi zaman ma'nosidagi fil muzarini o'tgan zaman ma'nosiga yo'tkaydi. Bu nuqtadan lamni harfi jazmi ve harfi kalbi ve harfi nafyi deb ataymiz. Endi shunga tunzir fil muzari majzum alamatul jazmining bo'ladi desangiz, alamatul jazmi sukun. Şimdi şu fil muzari jazmi o'qiladi, jazmilikning alamati ya sukun bo'ladi yoki hazfun nun buludu, yoki hazf harfi illat buludu, yoki mahallan buludu. Mabni olgan çağlarda. Şuna tunzir fil muzari majzum, endi mushuhum tunzirhum fa'il, tunzir fil muzari majzum bo'lgan fa'il nima desa? Fa'il zamir mustatir taqdiru anta. Anta degan zamir mustatir, uning fa'ili mahallan marfu buludu. Hum zamir muttasil bin nasb. Shunki ishlab kelgan tutashquchi kichik almashuvlik bu maf'ulun bih. Xuddi anzartahumdiki o'xshaydi. Endi demak bu yerda hamza anzartahumdiki hamza va anzaradan iborat fe'l, hamza va fe'ldan qiyos qilingan masdar, chunki hamzamiz harf masdar dedik ya. Unda o'g'anki bu yerga masdar muavval qiyasi masdar fi mahall raf'i mubtada muakhkhar bo'ladi. Çünkü ben bayam savaun ne? Savaun aleyhim ilgir kelgan xabar biliki anzartahum am lam tunzirhum keyin kelgan mubtada bilik bo'ldi, mubtada muakhkhar. Yani savaun aleyhim masdar qiyas qilinsa biz savaun aleyhim inzaruka lahum am adamu inzarik. Senin ularni ogohlantirishing yoki inzaruka iyyahum am adamu inzarik. Senin ularni ogohlantirishing yoki senin ularni ogohlantirmasliging ularga baribir degan bo'ldi. Demak, bu yerga savaun alayhim anzartahum am lam tunzirhum degan ta'tir ismli jumla. Ya'ni xabari ilgari
mubdaikin kelgan bu ta'til ismli cümle innellezine keferu ki inner degan harfi mushabbah bil fi'lniki xabar bo'lib mahalla marfu deb ataladi. Nimishqa mahalla çünkü cümle degan mabnining hukmida bo'ladi. Endi la yu'minun desangiz la nafiye. Yine bulutsuzlukni ifadelik için la bunun hech qanday amali yo'q. Yu'minun fil muzari marfu alamatul rabbi fil muzari marfu alamatul rabbi subutun nunning bekib kelganligi. Çünkü u 5 filning qatoridan bo'ladi. Çünkü bu 5 fil af'al xams deymiz. Subutun nun alamatul rabbi hazbun nun alamatul nasbi vel jazmi deb o'rgandik. Endi vav yu'minundaki vav zamir muttasil fi mahalli rafi fa'il. Yani bu tutaşkıç kişilik almış. Urun cihati başka işlep kelgan fa'il deb bunun hum ma'nosi tushunilib shu allazina degan ashuni qayta desak bo'ladi. Demak la yu'minuna degan jumla fi mahalli rafi xabar sonin inna deymiz. Yani la yu'minuna degan jumla bu innaning ikkinchi xabari bo'lib urun jihatda boshqa ishlab kelgan. Yine savaun alayhim anzartahum am lam tunzirhum innaning jumladan kelgan ismliq jumladan kelgan birinchi xabari la yu'minun fi'liq jumladan kelgan xabari. Demak bu yerda innaning ismliq jumladan bir xabari keldi, fi'liq jumladan bir xabar keldi. Khatamallahu ala qulubihim ve ala sam'ihim ve ala absarihim ghishawa ve lahum azabun azim. Allah ularning dillarini ve kulaklarını peçetlep etken iman nuru kirmeydi. Ularning ko'zlari perdelengen hakikatini görmeydi. Ular ahirette qattiq azaplı duçar buludu. Yani Allah ularning qalblarini, yani kimning aş kafirlarning, munofiqlarning qalblarini Allah peçetlep etdi. Muhr besiyatdi. Ularning quloqlariga muhr besiyatdi. Qalb ularning ko'zlarida haqni kurashdan to'sadigan perdeler var. Ularning ko'zlari perdelendi ve ularga dertlik azap var. Ular yine dertlik azapga duçar buludu. Qattiq azapga duçar buludu. Sözlük noktasını aytgan vaqtimizda xatamallahu ala qulubihim taba'a ala qulubihim degan. Allah ularni xatama yani taba'a muhr bastı degan ma'noda. Pechatlayapti, muhr besyapti degan bir ma'noni bildirdi. Qalb degan nimasi? Fuat, yani mahallul azmi vel fikr vel ilmi vel qasd deymiz. Yani qalb degan nimasi? Ma'lum iradening, tafakkurning ma'lum bir narsaning ilmning ve maqsad irodalarning o'rnini qalb deb ataymiz. Endi sam'ihim degan cho'da sam'i uzun, quloq degan ma'noni bildiradi. Absar bu basar so'zining ko'pligi bo'lib, absar degan yani ko'z deymiz. Yine ko'riladigan mubsar, ko'riladigan narsalar uni bilan bilinadigan bir sezgu a'zo. Yani shu bir a'zo ko'rayotgan narsalar uning bilan bilinadigan basar, yine shu ko'z degan ma'noda. Endi g'ishawa, g'ita, parda degan ma'noni bildiradi. Ya'ni ja'ala qulubahum min haythu la tafham ve azanuhum la tasma' bil masmu' ve absaruhum bi haythu la tantafi bil mar'i. Yani Allah ularning qalblarini hiç narsani tushunmaydigan qilib etdi. Yani muhr besyapti, tamg'u besyapti degani, yani qalblarini bir narsani tushunmaydigan qilib qo'ydi. Quloqlarini anlatgan narsani anglamaydigan holatda qildi Alloh taolo. Ularning ko'zlarini ko'riladigan, normalda ko'rilayotgan narsalarni amaliyotda ko'rib turadi, ko'rib tursa undan manfaat olmaydigan, ko'rilayotgan narsalardan manfaat olmaydigan holatda qo'ydi degan bo'ldi. Azim degan nima bo'ldi desangiz, azim tugumas, davomlashuvchi. Al-azim ad-daimul ladzi la yanqid. Tugumas azab, üzülmas azab degan bo'ldi. Azabun azim, unda tugumas azab, to'xtab qolmaydigan azab deganni bildirdi. Endi grammatikalik tahlilga kelsak, xatamallohu ala qulubihimdiki
Xatama fil mazi mabni alal fath. Xatama fil mazi mabni alal fath. Nimishqa onunğa hech narsa tutashmagan. Vovul jamoa yoki mush zimiri mutaharriklar tutash harakatlik zimirlar uni qo'shilmaganligi uchun shu fathaga mabni. Allahu fa'il marfu alamat rabbi. Yani Allah fa'il xatama degan filning fa'il bo'lib boshqa ishlab kelgan, boshqa ishning alamati ad-damma. Yani xatama Allah muhr basdi. Nimaga? Ularning qalblariga. Unda bo'lsa ala qulubihim jar majur mutaalliq xatama. Yani xatamaning maf'ulun bi g'ayri sarih. Endi maf'ulun bi g'ayri sarih deb o'tdik. Jar majur mutaalliq deb mansaq maf'ulun bi g'ayri sarih degan nima desa, yine maf'ulun bi g'ayri maf'uliyatlik alamati oshkora kelmagan degan bo'ladi. Maf'ulun bi g'ayri sarih degan yine maf'ullik ta'sirini, yine filning ish harakatining ta'sirini o'zi qabul qilgan. Masalan, Allah ularning qalblarini muhrlayapti degan ekan, muhrlangani nima bo'ldi? Ularning tamg'i besilgani nima? Ularning qalblari. Unda bo'lganda fa'ilning ish harakati uning ustiga tushganligi uchun maf'ul bi. Ama g'ayri sarih dediğimiz için mef'ulun bi ama mef'uliyetlik alameti aşkar emas. Şunu biz onu mef'ulun bi g'ayri sarih deb ataymiz. Endi ve ala sam'ihimdeki vav hurufi atba yani ala qulubihim ve ala sam'ihim vav hurufi atba ala sam'ihim ma'tub ala qulubihim ma'tufun aleyh. Yani ma'tufun aley degan nimadan foyda bo'lsa harf bir vav harfati bağlash qo'shimchasi ma'tuf bog'lang'uchi ma'tufun aley bog'lanilg'uchi deb ya'ni bir ala sam'ihim ala qulubihimga bog'landi. Ma'tuf layning hukmida degan qoidamizga asosan ya'ni ala qulubihim maf'ulun bi g'ayri sarih degan hukm berilgan bo'lsa ala sam'ihim maf'ulun bi g'ayri sarih degan hukmni qabul qildi degandan foyda bo'ladi. Ve ala absarihim ghishawa. Endi ve ala absarihim ghishawa degan vav harf istinafiya. Vav harf istinafiya. Harf istinafiya deganimiz yine vudun kin kelgani yeni cümle olab keladi demekçi. Çünkü cümle istinafiya deb bir cümle oladi. Yine cümlede grammatiklik vazifasi bo'lmaydigan cümlenin üçüncüsü cümle musta'nifa degan. Endi cümle istinafiya ikkiga bo'linadi. Yoki harfi istinafiyadan kin keladi yoki suali muqaddarning javobi bo'lib keladi. Shunga cümle musta'nifa nahvi, cümle musta'nifa bayani deymiz. Shunga bu yerga vav harfi istinafiya. Yani o'zinkin kelgan cümle beştiki cümlege i'robda bog'lanmaydi. Yani mustaqil yangi cümle bo'lib boshlanadi deganni bildiradi. Endi ala huruful jar yine aldı qo'shilg'uchi absar aldı qo'shilg'uchini qabul qilg'uchi majrur. Harfi jar degan uyg'urcha aldı qo'shilg'uchi deymiz. Absar majrur aldı qo'shilg'uchini qabul qilg'uchi. Absar muzaf hum zimir muzafillah bo'lib mahallan majrur. Chunki u sukun mabni. Ala absarihim jar majrur mutaalliq mahzuf. Ala absarihim chuqum harfi jar binasiga aloqador bo'lib mutaalliqi bu mahzuf taşlangan sözge alakadar bulup taşlangan mutaalliq bilan qo'shilib xabar muqaddam ilgari kelgan xabar g'ishavatun keyin kelgan mubtada deb qaraladi. Unda da ala absarihim g'ishavatun mustaqil cümlede grammatiklik o'rni yo'q. Yine bu yerda buni biz cümlede qanday cümlede grammatiklik o'rni yo'q deganni biz birinchi darsimizda buni aniq o'tirib qo'ygan. Ve lehum azabun azim. Ve lehum vav huruful atba yine özün kin kelgan cümleni özünün aldığınki cümlege bağlap keldi. Harf degan bo'ladi. Lehum jar majrur mutaalliqi onun aloqadorligi tashlangan bo'lib, tashlangan mutaalliq bilan qo'shilib, aloqador so'z bilan qo'shilib ilgari kelgan xabar. Azabun kin kelgan mubtada marfu alamat rafi ad-damma fevkal ba. Yani ba'nın üstündeki azabının ba'nın üstündeki aşkar damma başkılışının alamet oldu. Azimun azapның süpti oldu.
Yani azab sıfatlanguchiga 4 jihatda ergişidi. Azimun mu azabun 4 jihatda ergişken. Mesela i'rabda ergişti, cins türde ergişti, sanda ergişti, ayallıkta birlik işkilik köprükte ergişti. 4 jihatda ergişti. Hem de cümle bir yerde muşu lahum azabun azim degan cümle ala absarim gışave degan cümlege etbe. Ve minen nas men yaqulu amanna billahi ve bil yevmil ahir ve ma hum bimu'minin. Kişiler arasında Allah'a ve ahiret günüge işendik degüçüler var. Hakikatte ular işenmeydi. Yani ağzıda işendik degini bilen köngüde işenmeydi. Yani insanlar içinde biz Allah işendik, ahiret işendik degen emniyeti kat'i işenmeydigan, işenmegen adamlar var. Yani ve minen nas yani insanlar içinde tilida saddakna biz Allah'ın barlık birlikliğini bar ve bir ikenligini tasdiqladık. Ölgenden kini hisabatının barlığını tasdiqladık dep tilida deydigan. Bu halbuki kalplerde yalğançı, ne kalbide hergüzümü içki dünyasında onu tasdiqlamaydigan, ona iman etmaydigan muhindaq münafıklardan ibaret bir tariqi var. Hem de bunun grammatiklik cümlesiga qarasak ve minen nas'dagi vav istina yapıyor. Yine yeni cümlenin başlanganlığını bildirdi. Jar mecrur yine şu min hurufi jar, en min hurufi jar yine aldı koşulguçu, en nas mecrur alamatul jar el kesre. Minen nas'daki. Aslında min en nas bu ibaret. Hem de minen nasi de min en nas idi. Hem de minniki nun asıl sukun idi. Hem de şu min deyimiz, an deyimiz, fi deyimiz, hum deyimiz, kum deyimiz. Bu muşunda yani ki sukunla kandak hareket verildi. Muşun minnin sukunluk harften aldı zir okulgan bolsa zir hareket verildi. Sukunluk harften aldı zir okulgan bolsa zir hareket verildi. Mesela minen nasi, anin nasi, minen nasi, an olsa anin nasi. Mesela humul muplihun, hum, kumul. Mesela esselamu aleyküm ve aleykümüsselam degen okşaş. Şu an minen nasi deyimiz. Muşu minen nasi jar mecrur mutaalliqi mahsub bunun alaqadarlıqı taşlangan. Yani taşlangan muşu mutaalliq bunun taşlangan söz bilen qo'shilib bu ilgari kelgan xabar. Yani taşlangan söz normalda köpüncü vaqtda muşu kainun mutlaq deyimiz. Kainun mevcudun mustaqarrun degan so'zlar taqdir qilinadi. Endi minen nas'dagi bu minen nas ilgari kelgan xabar taşlangan mutaalliq bilan qo'shilib dedik. Men yaqulu amanna billahi ve bil yevmil ahir. Men ismul mevsul fi mahall raf'i mubtada muakhkhar. Men ism mevsul mabni ala sukun fi mahall raf'i mubtada muakhkhar. Yani men bu nisbi almashilib sukunga qatqan nisbi almash. Yani urun jihatda urun jihatda boshqa ishlab kelgan kelgan mubtada. Endi ism mavsul bo'ladigan cho'qim unga ism mavsul siyla ketadi. Ulanma jumla ketadi. O ulanma jumla ismiya bo'lsin bo'ladi, jumla fe'liya bo'lsin bo'ladi, yoki shibil jumla bo'lsin bo'ladi. Yaqulu fe'l muzari marfu. Yani boshqa ishlab kelgan fe'l muzari. Nimishqa fe'l muzari yani marfu deysiz, yoki fe'l yaqul majzum demaysiz, yoki mansub demaysiz. Chunki fe'l muzarining fe'l muzari alamatul jazmi yoki alamatul nasb bilan boshlanmasa marfu bo'lib keladi. Shuni yaqul fe'l muzari marfu, alamatul raf'i ad-damma, fa'il zamir mustatir, taqdiru huwa. Yaqulun tilku zamir u aş menga qaytadi. Endi yaqulu degan jumla la mahallaha min al-i'rab. Bunun jumla grammatik o'rni yo'q, chunki bu men degan ism mavsulning silasi bo'ladi. Ulanma jumlasi bo'ladi. Amanna ve minen nas men yaqulu amanna billahi. Amanna fiil ve fa'il. Amanna fiil mazi mabni ala sukun. Çünkü onunla naul fa'il tutashqanlik uchun sukunga mabni bo'ldi. Fa'ilna fa'il zamir muttasil bir rab fa'il. Mahallan marfu billahi
cari mecrur amenna'nın mef'ulun bi gayrıseri. Ba'ruful cer Allah degan lafzi jalal mecrur. İgilik kılışlap kelgen isim, igilik kılışın alameti kesre. Allah ilgi. Demek cari mecrur bir yerde amennâ alakadır. Amenna'nın mef'ulun bi. Bu. Şimdi ve bil yevmedeki ve bil yevmil ahirdeki ve hurufel etbe billahi bil yevmil ahirdeki ve bil yevmil ahirdeki hurufet etbe bulup müşahede muşu el yevmini bil yevmil ahirini billahka etbe kılımız. Şimdi el ahir yevmininkini misuludu, süptü oludu. Onda da amennâ billahi ve bil yevmil ahir. Ahir yevminin süptü oldu. Bil yevmil ahir. Bulup hemmesi biz Allah'ta işendik ve ahiret günü işendik diyen bu cümle fi mahalli nesbi mef'ulun bi yakulun. Yani ki yakulu amennâ billahi ve bil yevmil ahir ki muşu yakulunun cümleden kelgen mef'ulun bi. Yani bunu mef'ulun bi deydiğallam ba mef'ulu kavl deydiğan karışım. Yani biz Allah'a işendik ve ahiret günü işendik deydiğan kişiler var. Şimdi وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ vav haliye. Bunu vav haliye halet manisini bildirilgan vav ma ve ma nafiye hicaziye ta'mel amelü leyse deyimiz. Ma hicaziye dep atılıdı. Çünkü hicazlıklarının ma'sı degen buludu. Yani ma hicaziye leysana amel kıldı. Ama Benu Temim'nin nazarında ma onda leysi okşaş amel kılmaydı. Bu hicazlıklarının nazarında ma leysi okşaş amel kılgaçka çünkü ma hicaziye dep atagan. Bu leysi okşaş amel kıldı degenimiz yani isimlik cümlenin beşik kişi mubtadanın üzerine ismi sıkılıp başkılıç keltirdi, haberini üzerine haber kılıp şümkülüç keltirdi. Leysi okşa şuna amel kıldı. Manada mı şuna manası var. Andada hum ne buludu? Ve ma hum bi mu'minin hum bu zemir munfasil fi mahalli rab'i ismi ma. Yani hum bir yerde mustakil kolunluğu kişi kalmaz. Zamir munfasil dediğimiz mustakil kolunluğu ikinci bir sözde koşup yazılmaydıgan. Zemir munfasil bunu bu bir rap başka işlep kıldığan mustakil kolunluğu kişi kalmaz olup bu runcahatta başka işlep kelgen ma'nın ismisi. Bir şeyde hum'nun onda Mehmet yak Ahmet gelse uçadı peş okuluptu şuna bir fi mahalli rab'i de patayız. And bi mu'minindeki çoğu be harfi cer silah deyimiz. And o bi mu'minindeki ba'ni harfi cer desek bu harfi cerlik inat ama bunu bazı nemelerde harfi cer zai deyimiz. Leysinin haberi kelgen leysinin haberi ba zai olap gelidu. And ma hicaziyadaki ma'mı leysi okşaş amel kıldığı için bu ba'ni zai deyimiz. Lekin bu yerde ba harfi cer sila dep atılışı bu Kur'an-ı Kerim'nin ayeti bolganlığı için Kur'an-ı Kerim'ge hürmet göstergenlik üstün zait ziyade degan atalgını ulamalarımız işletmezsin. Sila degan atalgını işletken ama ta'kid manası var. Mesela muşu ba'nın kelgen çağdaki manası bilen ba kelmegen çağdaki ma'na özgürüdür. Mesela ve ma hum bi mu'minin. Ve ma hum mu'minin. Ve ma hum bi mu'minin olsa ular kat'i iman etmeydi. Kat'i işenmeydi diye ma'na çıktı ba olsa. Ama ba olmuşça ve ma hum mu'minin ular işenmeydi diye ma'na çıktı. Mesela ma Muhammedun taliben desek ma Muhammedun taliben desek Muhammed okuyucu emas diye ma'na çıktı. Ma Muhammedun bi taliben desek Muhammed kat'i okuyucu emas diye ma'na çıktı. Demek ba bir yerde ta'kid ma'nası ifade ettirdi. Şuna bu yani sila dep atışı şu başka kitaplardaki yoki adatdagi normal Kur'an-ı Kerim'den başka zahid degeni. Buni muşna atalgılardan işletip kelgan. Mu'minin mecrur ba'ning sababi bilan egilik ishlab kelgan labzan mecrur mahallan mansub. Çünkü ma'nın haberi bo'lganligi aslında çünkü ma'nın haberi nasb bo'libdi. Şunu bu labzan mecrur mahallan mansub deymiz. Demek cümle ismiye hum bi mu'minin degan cümle ismiye fi mahalli nasb yine ve ma hum bi mu'minin degan bu cümle ismiye
fi mahalli nasbi hal. Endi ve ma hum bimu'minin cümle ismiyamu yak cümle fi'liyamu bunu qanday qilib deganda odatda eng oddiy aralashtiruv usuli ism bilan boshlangan cümle ismlik cümle, fiil bilan boshlangan cümle fiillik cümle deymiz. To'g'ri. Ism bilan boshlangan ismlik cümle ekan, fiil bilan boshlangan fiillik cümle ekan. Ammo ma'ning o'xshashi ma harf bilan boshlangan nima bo'lsa, endi buni harf cümleden turganda desa yo'q. Biz harf bilan boshlangan bo'lsa, harfdan keyin kelgan so'zga qaraymizki, u harfdan keyin kelgani fiilmi yoki ismi buni qaraymiz. Va ma hum bimu'minin madan keyin kelgan hum zimir degan ismning qatoridan anda bo'lsa bu ismlik cümle deymiz. Anda da bu va ma hum bimu'minin ismlik cümle holat bo'ldi. Ya'ni insonlar ichidan Allohga qat'iy Allah ve ahiret günüge qat'iy ishonmagan holatda, ya'ni Allohga qat'iy ishonmay turib, ya'ni biz Allohga ishondik, oxiratga ishondik deydigan odamlar bor degan ma'no chiqadi. Yukhadi'una Allah vellezina amanu ve ma yakhda'una illa anfusahum ve ma yash'urun. Ular Allah'ni ve müminlerini aldamakçı buludu. Hakikatte ular tuymasdan özlerini la aldaydı. Yukhadi'una Allah vellezina amanu. Desek yukhadi'una bu yukhadi'una degan nima desa yuzhiruna khilafa ma yuzhirun. Yani yukhadi'un degan asli o'zi yoshurganning qalbidikinin aksini qalbidikinin xilofini oshkorlagan. Yani ko'nglida bilak, ig'izda bilak. Yani bizim buni yolg'on deymiz shu. Aldamchilik deymiz. Wa ma yash'urun wa ma yuhissun. Yani ular his qilmaydi. Yani ashuni ularning qalbi buzuq bo'lganligi uchun ular ashunda his qilmaydi. O'zini aldatganlikni his qilmaydi ular. Anda lug'at ahli bu yerda xada'a fili bilan xada'a filining o'rtini farqlantirgan. Asli xada'aning ismi xada'a. Xada'a fa'ala bir babidan keldi, xada'a fa'ala babidan keldi. Ammo fa'ala babi bilan fa'ala babini o'rtasida ikki babdan kelgan. Asli bir bo'lgan bu ikki o'rtasidagi farq ne? Ular deydiki, ahli lug'a deydiki, xada'a aldamchilik qilishni, boshqalarni aldashni maqsad qilganini bildiradi. Bu hergil maqsadiga yetganini, amaliyotda oldiganlikni, aldashdan iborat natijaga erishganlikni bildirmaydi, qasddan qiladi. Faqat aldashni maqsad qilganligini bildirdi. Gerçi uni aldamchilik deb vujudga chiqmagan bo'lsin. Ammo xada'aning ma'nosi balag'a muradahu. Ya'ni aldamchilikdan iborat maqsadiga, aldashdan iborat murodiga yetganlikni bildirdi deb qaraydi. Anda da Muşu ayet-i kerimde mi? Ula yukhadi'una Allah vellezina amanu ve ma yakhda'una illa anfusahum ve ma yash'urun. Yani ula Allah'ni ve müminlerini aldamakçı buludu. Aldaştı, maksat kılıdı. Emniyette ula, hakikat ula tuymasın, his kılmasın, üzünü aldaydı. Yani üzünü aldaştın ibaret neticeye yedi dolar. Üzünü tuymaydı, üzünü aldığını. Lekin Allah onda da şu lügat asasen olganda Allah'ını aldayanmaydı, müminlerini aldayanmaydı degan gap chiqadi. Bu ma'no ifodalanadi. Endi grammatikalik tahlilga kirsak, yukhadi'una Allah'dagi yukhadi'una fil muzari marfu. Boshqa ishlab kelgan fil muzari alamat rafi subutun nun. Yani bunun boshqa alamati nunning bekibga, to'g'anliq tushib ketmaganligi chunki 5 bilning qatorida. Hamda vav yukhadi'unadagi vav zamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafi fa'il. Yani vav tutash kichik almashtirib sukunga mabni urun jihati boshqa ishlab kelgan fa'il ular degan ma'noda bildiradi. Hamda Alloh'a maf'ulun bi, yani to'ldiruvchi deymiz, maf'ulun bi shu to'ldiruvchi yukhadi'unaniki maf'ulun bi bo'ladi Allah. Yani ular Allohni aldamoqchi bo'ladi. Allazina atfa alallah. Yine vellezina vav hurufil atfa allazina ma'atub alallah. Nima? Allazina ma'atub Allah ma'atufun alayhi bo'ladi. Yine onda da Allah maf'ulun bi bo'lganken allazina maf'ulun bi bo'ladi. Allohni aldamoqchi, iman etgan kishilarni aldamoqchi. Endi o'ganda amanu degan cümle şu. Allazina amanu degan amanu bu cümle fi'liye la mahalla min al-i'rab. Çünkü cümle gramatikal konu yok çünkü isim mevsulun silesi. Biz isim mevsulun silesine cümle gramatikal konu yok.
Amenu, amene fil mazi mebni ala dhamme. Amenu'daki bu fil mazi olup peşke mebni. Nimişka? Çünkü bu vavul cema'a tutaşkalık için. Vavul cema'a fa'il olup endi bu fiil ve fa'ilin tarafı topan fiillik cümlenin grammatiklik onu yok çünkü bu ellezine degan ism mavsulunu silasi olganligi için. Ama ism mavsul qayta tutgan zemir qatilisi amenu'daki vav bu zemir hum ma'nisi düşünüldü. Ular degan ma'ni düşünüldü. Ellezi qaytadı. Endi yuhadi'unallaha degan bu fiillik cümle türüse bu yuhadi'unallaha vellezine amenu degan bu fiillik cümle oldu. Fiil, fa'il, mef'ul'dan tarkib topdi. Bu fiillik cümle bu yani bu mustaqil cümle mustaqnife bo'lishi suali muqaddarining bar deb qaralgan bir sualning javobi sual cümle mustaqnif bo'ldi. Men bayon dedim-ku, cümle mustaqnife ikkiga bo'linadi. Yoki cümle mustaqnife nahvi yoki bayoni deymiz. Endi harfi istinafiya bilan yangi cümlening boshlanganini bildiradigan o'dan iborat harf istinafiya bilan boshlanqini. U mustaqil cümle bo'ladi. Bayon oldida deb ketgandek, endi mavu suali muqaddarning javobida kelganimi bu cümle mustaqnifiya bo'ldi, ammo buni cümle mustaqnifiya istinafiya bayoni deymiz. Shu suali muqaddarning javobi bo'lib kelgan cümle mustaqnifiya bo'lishi ehtimolliq. Bundaq deb qaralsin bo'ladi. Ya'ni ular Allah'ның müminlerini aldırmakçı bulundu. Yani bu khası sualının cevabı oldu. Bir badep karalgan bir sualının cevabı oldu. Khası sualının cevabı oldu degende yani ular ne degen tebeşte biz Allah'a ve ahiret gününe işendik degende. Ularga bir sual koydu ki ve ma baluhum qalu amanna ve ma hum bimumin. Ular Allah'a iman etmeyi durup ahiret günü iman etmeyi durup biz Allah'a işendik, ahiret günü işendik degen çağırdı ki ularning ahvali ne buludu? Aşına degen bolsa degende deyildi ki cevap verildi ki ular muş gap farqliq. Yine üzde qat'iy iman etmeyi durup biz Allah'a iman ettik, ahiret günü iman ettik degen gap bilen muş gap bilen ularning ahvali nima buludu degende ular bu gap bilen Allah'ın aldırmakçı oldu. Müminlerini aldırmakçı oldu deb yuhadiunallaha vellezine amanu ana şu taşlangan sual mukaddarning cevabı deb bunda qarash ehtimolligim var. Ve ya ki ikinci bir qarash bu yuhadiunallaha vellezine amanu degan bu cümle yani hal deb qaralsın buldu. Nimeden? Yine fiil muzari halet olalaydı ama bu yerda fiil muzari musbat muş yakulunun tigideki zimirdin halet olalaydı. Yine amilaha sahibul hal yakulu diyen filinin tigideki zimir oldu. Ve minen nâse men yakulu âmennâ billahi ve bil yevmil âhir hâli kevnihim muhadi'înellâhe vellezine âmenû dep kıyaslanmadı. Yine insanlar içiden ular Allah'ını ve müminlerini olduğucu boğan halette biz Allah'a ve ahiret gününe işendik deydiganlar var. Onda da amile hal yakulu degen fil buludu. Çünkü hal o'tgan çokum halda halet o'tgan amile hal kididu, sahibul hal kididu, hal cümle kididu. Onda da hal go'mushuken yuhadiunallahi hal desa amile hal qalsınız yakulunun tigidiki zimir. Sahibul hal yakulunun tigidiki zimir. Amil halçı yakulu degan. Andar bir sual kep çıkıdı. Amil hal bilen nima? Sahibul hal bilen şu amil hal şu sahibul hal bilen zimir qaytish kerak deymiz. Anda da sahibul hal bilen halet olarak kelgan cümlede bir zimir qaytish kerak desek, yuhadiunallahdaki zimir köplük tursa, yakulunun tigidiki zimir birlik tursa desek, yakulunun tigidiki zimir birlik olmalı. Zimir labzan birlik manan köp. Çünkü nemish qandaq deysiz desa ve men yaqul amennâ degan men degan ism mavsul bu labzan mufrad manan birlik holatda ishlatiladi. Ma'na jihati bir odam gibi ishlatiladi, ikki odam gibi ishlatiladi, ko'p odam gibi ishlatiladi. Er gibi ishlatiladi, ayol gibi ishlatiladi. Çünkü ism mavsul am ism mavsulu has deb çıkıyor bulundu. Ama ellezine, ellezine, ellezane, ellezine, elleti, elletane
Allati degan bu ism mavsuli xos. Undaq uning lafzidan anda birlik ikkilik ko'plik maqsad qilingan ish chiqmaydi. Allazidan birlik maqsad qilinsa, allazidan ko'plik maqsad qilinadi. Ammo ma'ulan man lafzi birlik, ma'nisi xolis ko'plik iroda qilinadigan, bir ikkilik iroda qilinadigan, birlik iroda qilinadigan bo'g'achqa, ya'ni bo'laveradi. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Wa ma yakhda'una waw haliye. Ya ma nafiye. Yine waw haletinin manasını bildiren waw ma harfi nafi. Yakhda'una fil muzari, muş yakhda'una aldım yakhda'una fil muzari merfu alamatu raf'i subutun nun. Çünkü bu 5 bilinen qatardan bo'lganken nunning bekib kelganligi boshqalish alamat, raf'ilikning alamati waw fa'il bo'ladi. Yakhda'una waw bu zamir muttasil mabni ala sukun fi mahall raf'i fa'il deb qaraymiz. İlla adatul hasr, yani cheklash ma'nosini bildirgan innama ma'nosida kelgan illa adatul hasr dediğimiz xuddi mavi illa dediğimiz innama ma'nosida kelgan haqiqatan cho'qim degan bo'ladi. Shunga ular faqat o'zini aldaydi degan bo'ldi. Anfusahum maf'ulun bih. Anfus muzaf, hum degan zamir shu muzaf lay zamir muttasil fi mahalli jar izofa sababidan eglik qilishlab kelgan. Anfus muzaf, hum degan zamir muzaf lay mahallan majrur, chunki mabni. Endi va ma yakhda'una illa anfusahum degan ma yakhda'una degan jumla fi mahalli nasb. Hal yukhadi'una Allah'ı yukhadi'unun tigideki zimirin halet. Yani ular özlerine tuymasdan özlerini aldıvatkan halette Allah ve müminlerini aldımakçı oldu degan bo'ldi. Ve ma yash'urun ve harfi atba yoki harfi istinafiye. Ve ma yash'urun ne? Bunu ma yakhda'una illa anfusahumga atbi qilsak mı bo'ladi yoki buni mustaqil jumla qilsak mı bo'ladi? Ma harfi nafi. Yash'urun fil muzari marfu alamat yash'urun fil muzari boshqa ishlab kelgan fil muzari boshqa ishning alomati nunning bekib kelganligi fa'il waw zamir muttasil mabni ala sukun waw zamir tutash kichik mashulub yana shu fa'il mahallan marfu deb qaradi. Ve ma yash'urun degan bu cümle fiillik cümle bu cümle musta'nifa desek başqacha qarashda bo'ladi, holat cümle desek başqacha bo'ladi. Endi cümle biz bayon voni harfi istinab deymiz yoki u haliya deymiz. Endi shu bu agar cümle musta'nifa deb qaralganda bu harfi istinafiya deb qaralgan chog'da bu cümlede grammatikal o'rni bo'lmaydi. Çünkü o harfi istinab bo'lganligi uchun. Endi ikkinchi birisi o holat deb qaralgan chig'imizda yakhda'unun va ma yakhda'un illa anfusum yakhda'unun tegiz zimirdan ashu yakhda'un degan ashu vav fa'ildan holati deb qaralgan chig'ida mahallan mansub o'rinjati tushunki ishlab kelgan deymiz. Ular his qilmagan holatda o'zlarini aldab turib Allah'ını özünü özü aldap durup Allah ve Allah'ın peygamberini Allah'ını ve müminlerini aldamakçı oldu. Mana ulanın aldamçılığının vabali Allah'ını aldamakçı boğallığının müminlerini aldamakçı boğallığının vabali ular his kılmasın üzüge kayıtıdı. Yani ahir üzünü özü aldaydı diyen mana çıkıyor. Fi kulubihim maradun tezadahumullahu marada. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Ularning dillarida kesel var. Yani münafıklık ve şekleniş var. Allah ularning kesellerini kuchaytib etdi. Yalgan sözlügellikleri, yani yalgandan imanını dava kılganlıkları ve Allah'ın ayetlerini mesfur kılganlıkları için ular qattiq azapga duchor bo'ladi. Endi maraz degan nima degan bo'ladi? Maraz yani shak, nifaq degan bo'ladi. Oyat karimda maraz odatda kasal degan ma'noda ishlatiladi, lekin bu oyat karimda fi qulubi maradun ularning qalbida yoki yuragida kasal bor deganimiz, yani qanday shak qilish. Yani Allah'ning
payg'ambarga shak qilish, Allohning kalomiga shak qilish, Allohga shaklanish va nifoqlik, munofiqlik ularning qalbida degan mana shak va nifoq ma'nosida. Alim, mu'lim ma'nosi mujib, voyjinni chiqaruvchi, qattiq ayo chiqratuvchi azob degan bo'ladi bu yerda. Azobun alim. Yakzibun degan cho'ni nima degan bo'ldi? Yakzibun desak, yakzibun ya'ni bu bir shay'ini, bir narsani uning aksi buncha xabar berishni kizb yakzib deb deymiz. Kazaba yakzib degan nima degan bo'lsa, bir narsa uningki aksi buncha xabar berish. Ya'ni rostchilikning ziddi. Rostchilikning ziddi yolg'on. Ya'ni yolg'on aytadi degan ma'noda bo'ladi. Yolg'onchilik qilgan deganlik ma'noda bo'ladi. Endi zadahum cho fazadahumulloh ma'nosidagi zada masalan qavva degan ma'noda kuchaytdi, texmi oshurdi degan ma'noni ifodalaydi. Grammatik tahlili qarasak, fi qulubihim maradun, fi qulubihim fi urfil jar mutaalliq mahzub, qulub majrur, qulub muzaf, him zimir muzaf ilay mahallan majrulu, fi qulubihim jar majrur tashlangan mutaalliq bilan qo'shilib ilgari kelgan xabar. Maradun keyin kelgan mubtada, maradun mubtada marfu alamati raf'i ad-damma bo'lib keyin kelgan mubtada bo'ldi. Fi qulubihim maradun bu ta'tur ismli jumla. Ya'ni xabari ilgari kelgan, mubtadasi keyin kelgan bo'ldi. Allah fazadahumullohu marazan. Fazadiki fa huruful atfa. Zade fil madi mabni alal fatiha hum maf'ulun bi. Mabni ala sukun mahallen mensub. Allahu fa'il marfu alamet ad-damma. Allah başta işlep kelgan fa'il, onun başta alameti ad-damma, maradan ikinci maf'ulun bi. Yani Allah ularning qalbida shak, nifaqlik urullaştı. Şunun bilan Allah ularga şu shakni texmi kuchaytirib etdi. U nifaqni texmi kuchaytirib etdi, ziyoda qilib etdi. Yani endi fazadahumullohu marada degan jumla ma'tuf fi qulubihim maradun degan jumla ma'tufun ilay farifat bo'lgan ekan. Yani jumla aslida olsun qanday bo'ldi desa, istaqarra fi qulubihim maradun fazadahumullohu marada. Çünkü ben bayan dedim fi qulubihim fi hurufi jar mutaalliq mahsub dedik. Mesela fi qulubihim fa istaqarra degan fi'l mutaalliq desak fi qulubihim ularning qalblarida kasallik, nifaq qaror oldi. Şunun bilan Allah ularga bu nifaqni texmi nima qilib etdi, kuchaytirib etdi degan ma'noda ifodalanadi. Mayli istaqarra va sun bo'ldi yoki başka pil taqdir qilinsin bo'ladi. Endi velahum azabun alimun bima kanu yaksibunki velahumdiki vav huruful atfa lahum jar majrur mutaalliq mahzub. Lahum degan jar majrurning buni mutaalliqi tashlangan, ilgari kelgan xabar tashlangan, mutaalliq bilan qo'shilib ilgari kelgan xabar. Azabun mubtada'i muakhkhar keyin kelgan ega. Alimun azabunning sifati. Demek velahum azabun alim. Yani ular yalgan etqanlık sebepli ularga dertlik azap var dedik. Anda da bir yere bima kanu yaksibun şu be huruful cer harfi cer li sebebi. Sebep manasını bildirip kelgan harfi cer ma ism mevsul nisbi almaş fi mahal. Ba'ning sababidan urun jatiga ishlab kelgan yoki ma'ni bimoriki ma'ni biz ism mavsul demay ma'i masdariya deb qarasak bo'ldi. Unda da kana bima kanunun bulunsun kanu fil mazi naqis. Yani kana af'alun naqis deymiz. Bu xuddi laysa mushu kana turdan bu ismlik cümlenin beşiği kirib ismlik cümlenin mubtadasini o'zidan ismi qiladigan, xabarni o'zidan xabar qiladigan, ismi sifash, xabari zubar qiladigan fillarning qatoridan. Buni af'alun naqis va nasikh deb ataladi. Kanu fil mazi mabni ala dhamma. Çünkü bununla vav cemaat qilish uchun tashkil mabni bo'ladi. Vav
vavul cema'a o kanunun ismisi oludu. Yakzibun şu fiil muzari merfu başka işlep kelgen fiil muzari olup fa'il vavul cema'a olup bu yani yakzibun degen cümle kanununki haber oludu. Cümle mahalle mensup. Bima kanu yakzibun. Anda o anda kanu bima kanu yakzibun mayi master ya desek mi bulduk? Mayi isim mevsul desek mi bulduk? Kanu yakzibun degen cümle la mahalla minel i'rab. Ama mani isim mevsul degen vaktimizde kanu yakzibunun cümle gramatikal konu yok çünkü o çağda isim mevsulunun silesi oludu. Anda bima kanu yakzibun bu şu bima kanu yakzibun nim buludu? Sebep manasını bildirdik ya. Ben sebep manasını bildirgenlikin anda da şu nemenin sebep maksat olduğu oludu degan bir savol kelib chiqdi. Ba sebebi ya bo'lganlikin cho'qim bu bir narsaning maf'ul li ajli bo'lishi kerak. Sebep maksat to'ldiruvchi bo'lishi kerak. Anda da bu lahum ve lahum azabun alim bima kanu yaksubunki lahum mutaalliq tashlangan lahum da takdir kılınıcıga mutallık buludu. Lahum da takdir kılınıcı istaqarra desek buludu. İstaqarra lahum azabun alim billezi ma kan yaksibun. Yani bima kan yaksibun. Yani ular yalğançılık kılganlığı sebeplik dertlik azap ularga karar kılındı. Karar aldı desek buludu. Ve ma'nın masdariya buluşumu duruz. Uçakda masdariya olganda yeninin buludursunuz. O çağda masdar yoğun ma ve madin kim kelgen kanu yakzibun degen fiil ma ve kan yakzibun degen fiilden hemmisini kıyas kılınan masdar muavvel ba'ning sebebi bilan zirqluğucu oludu. Ba'ning sebebi bilan zirqluğuculuk takdiri bi sebebi kavnihim yakzibu. Mesela yakzibun degen buludu. Bi sebebi kavnihim yakzibun. Yani istaqarra lahum azabun alim bi sebebi kavnihim yakzibun. Yani ular yalğan sağallığı sebepli ularga dertlik azap urullaştı. Karar aldı. Yani bar degan bir ma'na chiqdi. Ve iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ularga yer şarda ziminda bozukçuluk kılmanglar, bozgunçuluk kılmanglar deyilse ula biz islahatçı deydi. Hem de bu yerdeki efsede yufsidu ifsad. İfsad degen nima? Bozukçuluk, ifsad degen nima dese, ifsad esa at-taghyir an istiqamatil hal. İfsad degen to'g'ri holatni o'zgartirib o'tish degan bo'ladi. Efsada yufsidu degan tuz bo'lgan bir holatni, joyida normal bo'lgan bir holatni o'zgartirishni ifsad deymiz. Çünkü yer şarı bozgunçuluk mı? Yer şarı nahayet normal abdan turlatkan bir cemiyetini buzup ötiş degan ma'noda. Şun tuz bo'lgan, to'g'ri bo'lgan bir holatni o'zgartirib o'tish. Fasad jo desa to'g'ri holatdan o'zgarib ketish. Shunga ifsad buzush, fasad buzulush degan ma'noda. Endi isloh buning aksi isloh bo'ladi. Innama nahnu muslihun. Mufsidunning aksi muslihun bo'ladi. Unda isloh to'g'ri holatga o'zgartish, to'g'ri bo'lmagan bir holatni to'g'ri holatga o'zgartish degan ma'no isloh qilish degan. Endi ularga oyatning umumiy maqsad muddasi kelsak va iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun kelsak ularga yer sharida kofirlik qilish orqali gunoh ma'siyatlarni o'tkazish orqali müminlerin sırlarını başkalarına paş kılış arqılık, kafirlerini dost tutuş arqılık, mana shunda kafirlik, ma'siyat arqılık yer şarida bozukçuluk qilishdan, müminlerin sırlarını paş qilishdan, kafirlerini dost tutuşdan yig'ilishi uchun, saqlanish uchun ular nasihat qilinsa, voy adamlar, yer şarida ziminda kufrlik qilmanglar, ma'siyat qilmanglar, o'tkazmanglar deb nasihat qilinsa, mu'minlarning sirlarini oshkorlamanglar, kofirlarni do'st tutmanglar deb nasihat qilinsa, ular yolg'on silib, jidal qilib deydiki, biz islohot ahli biz
isloh qilg'uchimiz. Maqsadimiz bu yerda bu ishlarni qilishdan bo'lgan maqsadimiz islohot qilib berish, jamiyatni yaxshilash, ishlarni o'nglash deb mundaq deydi. Grammatikalik tahlilga kelsak va iza qila lahum la tufsidu fil arzdiki va izadiki vav istinafiya desak bo'ldi yoki 5diki va izadiki izaga atba desak bo'ldi. Endi iza cho desak iza va iza va harf istinafiya desak uçada iza vodin kimken iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inma nahnu muslihun degan cümle mustaqnifa mustaqil yenidan boshlangan bir cümle oldu. Yoki 5deki cümlege atbi qilamiz. Bima kanu yaksibunki bu yerga atbi qilamiz. Ali ma'noni bunda istinafiya desak boshqa ma'no chiqadi, uni ifodalaymiz. Atbi desak boshqa ma'no chiqadi, uni ifodalaymiz. Iza zarb kelgusi zaman ma'nosini ifodalaydigan zarb. Iza zarb kelgusi zaman ma'nosini ifodalaydi ve şart ma'nosini o'z ichiga olgan sukunga mabni ve o'zidagi shart jumlaning zarb o'qituvchi hisoblanadi. Demak, izada hamda iza kelgusi zaman ma'nosidagi zarb bilimiz izadan keyin kelgan jumlaning ma'nosi kelgusi zaman bo'lib turadi. Masalan, izadan keyin fil mazi keladi, fil mazi film kelgusi zaman ma'nosidan tarjima qilindi. Masalan, iza qumtum ila salat desak qumtum ila salat degan namozga turdingmi degan bo'ldi. Iza bo'lmasa, iza bo'lgancha iza qumtum ila salat namozga turmoqchi bo'lsanglar, namoz o'qimoqchi bo'lsanglar tavsiya bo'ladi. Tartilinglar degan ma'noga o'xshaydi. Shunga bu kelgusi zaman ma'nosi ishlaydi. Va shart ma'no yatadammanu ma'na shart. Shuni bilan birga dahi ham shart ma'nosini biz o'z ichiga shunga ularga yer sharda buzuqchilik qilmanglar deyilsa deb shart ma'nosi o'chiyotu, ammo iza sukun mabni. Ve hafizun li şarti bu iza özünün şart cümlesini zarf o'qituvchi deganimiz iza muzaf qila lahum la tufsidu fil ardi degan cümle muzaf ilayh. Onda da iza zarfken zarf bo'lgan ekan maf'ulun bih bo'ldi ekan. Onda da bu maf'ul o'tgan maf'ulun bih o'tgan unga omil keladi. Omil nima desa mansubun bi javobihi qalu. Uning cevabı bo'lgan qalu orqali tushuntirishlar kelgan. Ya'ni iza şart ma'nosini o'z ichiga olgan şart ma'nosini o'z ichiga olgan zarb bo'lib muzaf qila lahum la tufsidu fil ardi degan jumla muzaf illay iza degan shu zarbning omili qalu. Yine iza mahallan mansub deyishimizning sababi shu. Qila ve iza qila deki qila fil mazi mabni lil majhul. Majhul derece kurulgan ötken zaman fili naib majhul ötken çokumun naib faildir. Naib fail maqul qawl. Yani la tufsidu fil arzi degan cümleden kelgan maqul la tufsidu degan cümle qilaning maqul. Ularga yarışarı bozukçuluk qilmanglar deyilse. Maqul qil desak mi? Maqulun cümleden kelgan maqulun bir aşununki naib fail oldu. Demek la tufsidu degan cümle şu maqul qawl. Endi qila degan cümle bizim ben bayan deb o'tganda qila degan cümle fi mahalli jar al iza degan zarf unga muzaf bo'lgan sababli mahallan majrur bo'ladi. Lahum jar majrur qilaga aloqador qilingan maf'ulun bi g'ayri siri la nafiya la nahiya al jazm la harf nahyin ve harf jazmin. Yine cheklash ma'nosini bildirgan la ve o'zidan keyin kelgan fi'llarni jazm o'qituvchi la bo'ladi. Tufsidu fi'l muzari majzum alamatul jazmi hazbun nun. Çünkü 5 bilan qatoridan. Shunga tufsidu fi'l muzari majzum la nahiyaning sababidan jazm qilgan alamatul jazmihi hazbun nun. Çünkü 5 bilan qatorida. Fa'il vav zamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafi. Fa'il oldu. Yani vav işadeki zamir tufsidu vav degan zamir tufsidunun fa'ili şu. Fil arz jar majrur tufsiduga yarışarda. Yani muşu fil arz jar majrur tufsiduga mutalaqan tufsidununki nimasi zarful makan. Yani urun ravişi. Zarf yani maf'ulun fi zarful zaman ve zarful makandan tarkibda budu. Yani bunu urun ravişi vaqt ravişi deymiz. Maf'ulun fi zarful makan degan vaqt yani urun ravişi zarful makan. Yani işaret urullangan
yoki ish harakat urulinayotgan yoki ish harakat urulanmoqchi bo'lgan urunni bildirsa zarf makan. Ish harakat urulangan ya urulanmoqchi bo'lgan ya urulinayotgan vaqtni bildirgani zarf zaman vaqt ravishi deb qaraladi. Ve izâ qîle lehum la tufsidu fil ardı qalu innema nahnu muslihun ki la tufsidu fil ardı degan jumla fi mahall raf'i naibul fa'il qil degan tildan. Biz bayan maqul qildi shu. Qalu fil amde bu qalu innema nahnu muslihun ki qalu fil ve fa'il qalu fil mabni ala dhamma çünkü qalu peşki mabni çünkü vo tutaşqınlık için fa'il vavul cema'a yani şu fa'il oludu mahallen merfu cümle hem şu qalu degan fil fa'il tarkib bu cümle la mahalla minel i'rab çünkü bu izadin ibaret şartның cevabı ama iza hem şart vasıtaları iki bulundu şart adatü şart cazime adatü şart gayri cazime yani cezme özden kelgan pillarni jazma o'qituvchi shart vositasi özden kelgan pillarni jazma va o'zgartmaydigan shart vositasi deb chiqib bo'ladi. Jazma va o'zgartmaydigan jazma o'qitgan shartning javobi bo'ladi. Unda da innama nahnu muslihundaki innama kaf va makfufa deb qo'ydi. Endi innama kaf va makfufa degan nima desak, asli inna harfi mushabbah bil bo'lib, o'zining ismini zibar xabarini pesh o'qitdi. Endi bu yerda Kabe degan şu may kabe. Yani bu şu innani emelden toskuçu ma. Şu kabe. Mekbufe dediğimiz şu inne şu ma'nın sebebi bilen yığıldı. Kabe ma'nı kabe deyimiz innani mekbufe deyimiz. Yani ma şu innani emelden toskuçu ma. Şu kabe mekbufe inne emelden tosaldı demek. Hem de bu inne innema dedik inne bilen innemanın ne farkı var dese inne bilen innemanındaki fark mı? İnne dep gelse bu fakat isimlik cümleye has olur. Ama innema kelgende bu isimlik cümlenin başlığına kilip ta'kidini bildireleydi ve fiillik cümlenin başlığına kileleydi. Ama inne kelgende isimlik cümlenin başlığına kilip o isimlik cümlenin mubtadasını isimlik cümlenin başlığına kilip Mubtada'nın üzerine ismini zibar qildi, xabarni peş o'qitib qoldirdi. Amma innama kelganda unda hech qanday amal bo'lmaydi. Amma bu ismli qapillik har qanday jumla kiralaydi. Innama nahnu muslihundaki nahnu zamiru munfasil bir rabi. Başqa ishlab qiladigan mustaqil qo'llanuvchi kichik almashilib mabni zammiga mabni peshga qatqan fi mahall rabi mubtada. Urun cihati başka işlep kelgan mubtada deymiz. Muslihun nahnuning başka işlep kelgan xabari. Muslihun. Alamatul rafi başka işlem alameti va niyabeten anıldım. Zemmiga naib bulab kelgan va. Çünkü o cemi muzakker salim. Çünkü ben aldığım dersimde dedim cemi muzakker salimning başka iş alameti vav niyabeten anıldım ve çünkü şu ikilik kılış alameti ya oludu niyabeten anil fatha vel kesre. Endi müşahede nahnu muslihun degan bu cümle fi mahalli nasbi maqul qawl. Yani nahnu innama nahnu muslihun qalunun cümleden kelgan maqulun bih demakchi. Endi iza qila lahum degan cümle. İza qila lahum degan cümle biz bunu avona isnaf yani müstakil cümle oludu. Yeni cümlenin başlanması oldu. La mahalla minel i'rab oludu. Ya ki ve iza qila lahum vona hurufu atıf edilsek iza qila lahum la tufsidu fil ardı qalu innema nahnu muslihun degan cümle o şu yakzibun degan cümleye atf oludu. Yine bima kanu yakzibun dedik. Kanunun haberi olan yakzibun bağı bima kana yaksibundaki yaksibun degan cümlege atf oludu. Yani al-kanunun haberinin dairesi kirib ketib mahalla mansub oludu. Undaqni ma'na demiş oludu deganda ular yolg'on aytganligi va ziminda buzuqchilik qilmanglar deyilsa biz isloh qilg'uchimiz deganligi sababli ularga dardlik qattiq azoblar bor degan bo'ladi.
Ama cümle mustanife kılsa o ma'na uçakda o ma'na tüyde aldın ki ularga yer şarı buzlukçuluk kılmanlı değilse ola biz ıslahatçımız deydi o degan ma'na çıkıyor. Şimdi bu yerde ve izâ qîle lehum lâ tufsidû fil ardı qâlû innemâ nahnu muslihûn qalasak izâ qîle lehum şimdi müşereki qîle lehum bu şu fi mahallil cer muzâf ileyh oldu. İzâ'nın muzâfın ileyh oldu. Mahallen mecrur. Hem la tufsidu degan cümle ço la tufsidu fi mahallil cer naib fa'il oldu qîleninki. Qâlu degan cümle ço desa la mahalla minel i'rab çünkü bu izâ'nınki cevap. Demek izâ biz bir yerde asker çıktı geçik bo'lgan bir gap. Bir yerde şart bo'lgandan cümle şart ve cevabı şart degan bir narsa topildi. İza şart ma'nosini o'z ichiga olgan zarb. Bu muzaf qillahum la tufsidu fil ardi cümle muzafilay oldu. Demek qillahum la tufsidu fil ardi cümle şart qalu innema nahnu muslihun degan cevabı şart deb qoldi. Şu qalu cevabı şart. Nahnu muslihun endi fi mahalli nasbi maqul qoldik. Şu qalu'nun cümleге maqulun be. Endi iza haqida qisqacha to'xtalsak, iza şart ma'nosini o'z ichiga olgan kelgusi zaman zarbi dedim bayon. Ve ba'zi chaqda uningda faqat zarb ma'nosi bilan kelgusi zaman ma'nosini faqat zarb shaklida qo'llanadi, shart ma'nosini ishlatilmaydi. Ba'zi chaqda ham shart ma'nosi va ham zarb bo'lib keladi. Ba'zi chaqda shart ma'nosi yo'q. Shartdan xoli bo'lib faqat zarb ma'nosi bilan qo'llanadi. Aytdin ki ve izâ qîle lehum lâ tufsidu fil ardı da bu hem şart ma'nosi va hem zarb bo'lsa, endi velleyli izâ yaxşada bunun da velleyli izâ yaxşada izada faqatlam şu zarb ma'nosi va shart ma'nosi yo'q. Atrofni yapgan chog'dagi kichi bilan qasam deydi. Ba'zi chog'da iza teqi o zarb ma'nosi mukammaydi ve shart ma'nosi bunun yo'q, faqat mufajaat, harf mufajaat. Demek iza hem isim bo'ldi qo'llanadi, hem harf shaklda qo'llanadi. Iza isim bo'lib kelgan chaqda kelgusi zaman ma'nosidagi zarb bo'lib, shart ma'nosidan tushgan kelgusi zaman zarbi yoki shart ma'nosi bo'lmagan kelgusi zaman zarbi bo'ladi. Ammo harf bo'lgan chaqda harf mufajaat, tasaddibilikni ifodalash harf bo'ladi. Masalan, kharajtu fa iza rajulun bil bab. Men sirtqi shunda chiqsam men sirtqi chiqishimg'ila shunda bir chiqdi turibdi deb tasaddibilikni ifodalaydi inson. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Bilimlarki ular haqiqatan buzg'unchilar. Ular biz islohotchi dedi ya, anda emas. Bilimlarki ular haqiqatan buzg'unchilardir. Lekin buni o'zlari tuymaydi. O'zlarining buzg'unch ekanligini, islohotchi emas ekanligini tuymay bizda islohotchi deydi ular. Endi grammatikalik qarasak, ala innahum diqqat bilimlarki degan gap shu aladan chiqqan ma'no. Bilimlarki. Ala harf tanbih va harf istiftah. Yani diqqat harf tanbih ogohlantirish. Diqqat qilinglar bundoq emas deb harf tanbih ve harf istiftah yine yeni cümlenin bir başlangıçlığını, yeni cümlenin başlangıçlığını bildirdiğin harf. Ama innahum inna harfi müşebbeh bil inna harfi nasih dedik. Harfi nasih. Inna harfi müşebbeh bil hum ismisi hum damir muttasil bin nasbi mabni ala sukun fi mahalli nasbi inna ismisi oldu. Inna harfi müşebbeh bil dedik atdık. Ya ki harfi nasih dedik. Dersimizden başta dep bo'lganlik uchun qayd edemaymiz. Hum şu zamir tutaş küçük düşünkleştirip kılgan tutaş küçük almışlık inna'nın ismisi mebni sukun mebni mahallen mensup inna'nın ismisi oldu. Hum endi ala innahum humul mufsidun deki hum çölese humda 3 xil qarash var. Birinci qarash hum damiru fasli. Zamiri fasli oludu. Yine mubtada bilan xabarning o'rtasida olib ketgan zamir fasli. O zamir fasli ama zamir fasli deb atalgandan o harfning hukmida shunday mahalla bilan kiradi. Yoki hum mubtada yoki bu hum ta'kidi lafzavi bo'ladi. Unda al mufsidun desa al mufsidun inning xabar bo'ladi. Yoki mubtadaning xabar bo'ladi. Buni sal turib to'xtalamiz. Hum degan mubtadaning xabar bo'ladi. Endi jumla ismiya o chaqda humul mufsidun degan jumla ismiya fi mahalli nasbi inning xabar bo'ladi. Bunun yani
üç xil qarashga ayrim misol berme. Sal tur. Velakin la yash'urunki lakin o huruful atba yoki o haliya bo'lsa bo'ladi. Ammo lakin cho bo'lsa lakinlarning yengillitilmasi bo'ladi. Lakinlarning yengiltisi olmay lakin anda lakinlarningki yengillitilmasi demasak ikki dona harfat bir yerga qolgan bo'ladi. Çünkü bu buruluş ma'nosini ifodalash uchun kelgan saqiladan muxaffaf degan gap lakinlardan yengillashtirilgan demakchi. La yash'urun la harfi nafi yash'urun fil muzari marfu alamatir rafi subutun nun çünkü o 5 bil vav onun faili yash'urun o fail. Endi la yash'urun degan cümle ma'tuf nagat babu desa la yash'urun degan cümle humul mufsidun innahum humul mufsidun degan cümlege atba. Ya ki bu fi mahalli nasb. Endi biz valakinki onu ya ki hal yeriki ya ki hal degan vaqtimizda fi mahalli nasb hal. Şu mufsidun degan ismul fa'ildiki yush tigida hum degan bir zimir var şunda. Yushun zimirdin hal deb qaraladi. Ashunun holati deb qarasak yana bo'ladi. Amil hal mufsidun sahibilar ashunun tigidagi zimir. Endi ala innahumul mufsidun lakin la yash'urundiki biz ala harfi tanbih ve harfi istiftar dedik. Bunda to'xtalmaymiz. Ama bizning bu yerda to'xtalduğumuz hum meselesi. İnnahum humul mufsidunda birinci qarashda innahu harfi mushabbah bil hum ismisi va ikkinchi hum damirul fasli al mufsidun innaning xabari bo'ladi. İkinci xil qarashda hum ta'kid al mufsidun innaning xabari bo'ladi. Hum ta'kid innahum humning ta'kidi. Hum endi ta'kid desak ta'kid ikkiga bo'ladi. Ta'kid labzaviy va ta'kid ma'naviy. Ta'kid ma'naviy degan o sanoqliq maxsus labzlardan qo'lnudu nafsun andin ajma'akta degan o'xshash andin kol degan o'xshash labzlardan kiradi. Ama ta'kid labziy degan bir labzining orqa-marqa takrorlanishini kelib chiqadi. Çünkü hum ta'kid labziy deb qaraladi. Mufsidun innaninki yana xabar deb qaraladi. Üçüncü xil qarashda inna harfi mushabbah bil fil hum ismi hum mubtada al mufsidun mushu humning nimasi bo'lib xabar bo'lib humul mufsidun degan hum mubtada al mufsidun xabar humul mufsidun degan bu cümle an innaninki xabari mahalla marfu bo'ladi. Ve iza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-subha ala innahum humus subha walakin la ya'lamun. Ularga yani munafiqlarga iman etgan kişilerdek yani sahabelardek chikin ko'nglanlar bilan iman etinglar deyilsa biz iman etgan ahmoqlarga o'xshash iman etantoq deydi. Bilinglarki ularning o'zlarilar ahmoqlar lekin buni ular tuymaydi. Sözlük'e gelsek aminu. Hemiz aminu yani ve iza qila lahum amin. Ularga iman etin deyilse. Saddiqu bi kulubukum ve alsinatukum ve civarihikum. Yani sizler kalbinler bilen, tininler bilen, emili azalarınlar bilen tasdiqlan Allah'ın varlığını, birliğini, Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber ekanligini, Kur'an'dan Allah tarafından nazil bo'lganligini, bu şu emili hareketinler bilen kalbinler bilen tasdiqlanlar, tininler bilen iqrar qilinglar, emili azalarınlar bilen bunu ko'z tutinglar deyilse ular deydi. Xuddi as-subha subha degan nima degan gap? Zu'afa uqul va ray. Aqli ojiz, ko'z qarashi ojiz odamni subha deymiz odatda. Ya'ni ular subhadan nimani maqsad qilmoqchi? Ular sahobalarni maqsad qilyapti. Xuddi subhalar iman aytgandek degan gap sahobalar. Aqli ojiz bo'lgan sahobalar iman aytgandek iman aytamdiq deyapti. La ya'lamun. Ular özlerinin ziyan tatıyatqanlığını özleri bilmez. Lakin la ya'lamun. Özlerinin ne kadar ziyan tatıyatqanlığını, aklının ne kadar aciz ekanligini ular özleri bilmeydi. Endi grammatikalik tahlilga kelsak ve iza qila lahum aminu kama amana an-nas desek iza biz bayan deb o'tdik buni endi sizlanmaymiz ve izadaki o harf istinab yoki harf atba iza kalbu zaman
şart ma'nosini o'z ichiga olgan kelgusi zamon zarf bo'lib sukun mabni. Shundaqla iza qila lahum kama amana nas degan jumla shart, qalu anu'minu kama amana subha degan javobi shart bo'ldi. Qila lahum aminu kama amana nas degan jumla shart muzafillay. Ama qalu degan mushu iza degan shart vasitasininki zarfninki amili shu, iza ashunun shu qaluning javobi bilan tushuntirishdi. Ay qalu degan o'zining javob jumlasi orqali tushuntirishlar kelgan deymiz. Qila fil mazi mabni shu majul daraja qilgan o'tgan zaman naibul fa'il aminu kama amana nas. Kishilar iman aytgandek iman aytinglar deyilsa degan bo'ladi. Aminu kama amana nas shu qila lahumki naibul fa'il bo'ladi. Lahum jar majrur qilaga aloqador shu maf'ul mughayrisiri. Aminu fil amr mabni ala hazf nun vav fa'il. Aminu fil va fa'il fil jumla. Aminu fil amr mabni ala hazf nun deyishimiz chunki bu nunning tash. Fil amr mabni, fil mazi mabni. Ana fil amr nimaga mabni desa, fil mazi uch narsa mabni ekan. Fataga, dammaga, sukunga. Endi fil amr nimaga mabni desa, fil amr sukunga mabni. Yoki fil amri hazfun nun, nunning tashlanishiga mabni. Yoki fil amri u harfi illatning tashlanishiga mabni. Üç narsa birinchisi mabni bo'ldi. Bu aminuda nunning tashlanishiga mabni bo'ldi. Nima deydi u desang, chunki nun desang, chunki aminu tu'minunadan yasalgan amr. Aminu degan amr asli tu'minunadan yasaymiz. Tu'minunadan qanday yasaymiz desa, tu'minunadan yasashda birinchi qadamda tu'minunki aminu iman aytinglar deganki aminunki tu'minunki asli tu'minunudi. Endi bunga sal jarayon ketadi. Boshqa tildan yozsak oson. Masalan izhabu desak, izhabu desak biz o'chada shu izhabu fil amri mabni ala hasbun nun deymiz. Shu asli tazhabuna dedi. Aminuni yozsak sal tushunishsiz qolmasin dedim. İzhabu desek tezhabunadın yasaymiz. Tezhabunadın yasaganda birinci qadamda harfi muzari tarafı bo'lgan tanab tashlab o'tamiz. Ikkinchi bosqichda muzari tarafga yondashib qaraymiz. Muzari tarafga yondashib qarab sakin bo'lsa, filning aynining bobining ayni qaraymiz. Harakat bo'lsa ikkinchi bosqich tamom. Agar harakat siz bo'lsa, filning aynining bobiga qaraymiz. Filning bobining ayni Fa'ala yaf'ilu babidan bo'lsa pesh o'qiluvchini keltiramiz. Agar filning babi uning qayridan bo'lsa zir o'qiluvchini keltiramiz. Agar af'ala yaf'iludan bo'lsa zibar o'qiluvchimiz vasiyani keltiramiz. Zibar o'qiluvchi hamza qat'iyani keltiramiz deymiz. Shuning bilan ikkinchi bosqich tamom bo'ldi. Shuning bilan hamza akasak izhabuna bo'ladi. Ondan uchinchi bosqichda oxirdagi nunul i'robni tashlaymiz. Nunning tashlanishi an-nabni bo'ladi. Izhabu bo'lgan o'xshash. Hemen inşallah ki bir dersimde ben maxsus emrinin qanday yazilishi to'g'risida bir jadval shaklda buni ko'rsataman. Şu aminu fil emri mabni ala hazbun nunning tashlanishiga mabni. Vav fa'il aminu vav mush aminu degan filning fa'il bo'ladi. Kama amana subha kama amana nas kamari kab bu isim misli ma'nosi bilan kelgan isim. Kap harfi jar bo'lib keladi, odatdagi harf bo'lib keladi, ism bo'lib keladi. Misli ma'nosi bilan ism. Misli xuddi kama degan uchun mislima deganga o'xshash. Misli ma'nosidagi ism bo'lib, fataga mabni fi mahalli nasbi tashlangan masdarning sifati. Ya'ni ishara kap bu misli ma'nosi bilan kelib, o'zi ka bo'lganki fataga mabni o'rin jihati tushuntirishlar kelgan, tashlangan masdarning tashlangan maf'ul mutlaqning sifati. Chunki kamaning oldiga kelgan fil bilan kamadan keyin kelgan fil bir jinsdan bo'lsa, kama cho'qim tashlangan maf'ul mutlaqning sifati bo'ladi. Buni mutlaq kulli qoida ma o'rganib olsak bo'ladi. Kamaning oldiga kelgan fil bilan kamadan keyin kelgan fil bir lafzdan bo'lsa, kama tashlangan maf'ul mutlaqning sifati bo'ladi. Ammo kama bilan kamaning oldiga bilan kamadan bir lafzdan bo'lmasa, bir jinsdan bo'lmasa, o chaqda kama
özünkini kelgen sözden koşurup halet durdu. Şu aminu bu yerde taşlangan, kema taşlangan mesleğin mefhumlarının süpte dişimiz aminu imanen misli imanen nas. Misli imanen nas diyen olur. Sile kişiler iman etken okşaş iman etenler diyen olur. Şimdi kemariki maço ma'yı mesteriye. Ma'yı mesteriye oldu. Amene fil mazi mebni alel fethi en nasu onunki faili. Fail merfu alamet rabbi dhamme. Onda amenen nas diyen cümle ma'yı mesteriyenin silesi. Ma'yı mesteriyenin ki sebebiyle silesi diyelim ma'yı mesteriyenin sebebi tutaşkan söz olup bunun cümle gramatikli konu yok. Ma'yı mesteriyenin ismi son silesimiz ma'yı mesteriyenin silesi olup cümle gramatikli konu yok. Hem de bir ma ve ma'yı mesteriyedin ve amenen nas diyen pildin terkipta kıyas kılınan mesler muavvel kıyasi mesler o muzafin iley. Neminin muzafiliği desiniz? Kapның muzafiliği. Kap misli manisi isim boğaç çıkan muzaf ma amenen nas o mesler muzafiliği oldu. Cümle ondaki kandak tevil kılındığınız cümle qile lehum aminu kema amenen nas diyen cümle fi mahalli cer muzafin iley oldu. Qile lehum aminu kamanen nas diyen cümle izanın onun muzaf boğallığı sebeplik mahallen mecrur muzaf iley oldu. Bunu biz aldığın kadar sistemi nime? Bayam ki ayetimi defettik. En qalu anu'minu kema amene subha diyen ki qalu fiil mazi mebni ala dammi vavul cema'unun fail olup cümle la mahallaha minel irab. Çünkü o şu şe'nin cevabı. Cezmi okutmaydıgan izanın cevabı olduğu için cümle gramatikli konu olmaydı. Anu'minu'daki hamza istifham inkariye. Yani biz akılsız adamlar iman etmendek iman eğitimimiz engel iman etmemiz demek ki. İstifham inkariye. Nu'minu fil muzari merfu alamet rabbi nu'min ad-damme fa'il zemir mustatir vücuben takdiruna. Yani fa'il yuşun kişilik almaş şu yuşun kilişi vacip boğan yuşun kişilik almaş nahnu bu nu'minunun fa'ili olur. Mahallen merfu. Andavana kema bu yerde kema amene nas kema mişere yine hazır kema amene sufaha geldi diğinimizde kema biz bayan da ötkinimizde kema amene nas emdi kema isim bir mana şu misli manasında petagi mebni fi mal nasbi taşlangan mesderininki süpti desek mi buludu ya ki halet dep qarasak mı buludu kema aminu kema amenen nas da mef'ulü mutlaqın süpti tutqanlıqda şübhe yok ama enu'minu kema amene subha'da bunu mef'ulü mutlaqın süpti taşlangan mef'ulü mutlaqın süpti qılsak mı buludu ya ki nu'minunun tigidiki zimirinin alt qılsak mı bular oldu. İki yol babındır bizge. Onda da amene subha amene pil mazi mebni alel fe subha onun fail oldu. May mesteriye ve amene subha'atın kıyas kılınған mester kapının muzafilliği olup takdir enu'mini imanen misli imanı subha bilimsiz adamlar iman etkan koşuş iman etam tok desek hazır taşlangan mef'ulü mutlaqın süpti oldu. Eğer biz enu'mini imanene takdir kılmasak enu'minu misli imanı subha biz akılsız adamlar iman etkan koşuş halette iman etam çünkü mislinin mumasili manası çıkarsa halet bula oldu. Ve izâ qîle lehum aminu bu mustakil cümle bulup cümle gramatikli konu yok ya beştiki cümlege et buludu beştiki ve izâ qîle lehum amin beştiki çıkan ve izâ qîle et bilesek mi buldu. Ve izâ laqul lezîne âmenû qâlu âmennâ ve izâ khalev ilâ şeyâtinihim qâlu innâ ma'akum innamâ nahnu mustehzi'ûn. Onlar müminler bilen uçraşkanda biz iman ettik deydi. Ve izâ laqul lezîne âmenû qâlu âmennâ. Şeyatulları yani münafık katlı başları bilen yalğız cayda tepişkanda bolsa
biz haqiqatan sizlar bilan bilamiz. Faqat tillerimizning ustida iymon aytib qo'ydik, biz mo'minlarni masr qilamiz deydi. Endi iza laqu degan liqa degan ijtimo to'plashganda, mu'minlar bilan uchrashganda, mu'minlar bilan yig'ilganda, bir yerga yig'ilish qilganda degan ma'noda. Xalav degan va iza xalav ila shayatinin xalav insarafu ilayhim. Şeytanlarning qishqa qaytgan chaqda van paradu ma'hum shaytonlar bilan yolg'iz qolganda degan bo'ldi xalav degan. Shayatin cho shaytonlardan maqsad o'zining ru'us, munofiqlarning katta boshlari, munofiqlarning cho'nglari, kufrdagi boshliqlarini maqsad qiladi. İstihza degan istihbab ko'zga ilmaslik, suxriya, masxira qilish degan ma'noni ifodalab turadi. Grammatikalik tahlil qilsak, ve iza laqul lazina amanu qalu amanna desak ve iza harfi beşkiga o harfi beşki ve iza at desak buludu. İza bu şart ma'nosini tushirgan zarb bunun haqqida to'xtalmaymiz chunki biz buni tafsildab bo'ldik. Laqu fil mazi mabni ala dhammi chunki litisali bi vavul jamaa dedik. Laqu zammiga mabni bo'lgan, tashkil mabni bo'lgan o'tgan zaman pili nima ish qilsak chunki vavul jamaa tutishib kelganligi uchun. Endi bu laquning asl nima desang laqiyu asl laqiya yanqa bu bilasiz laqiya yanqa asl laqiyu bo'lib dhamma yog'i ig'ir kelganligi uchun dhamma laqiyudiki dhamma qopqa aptirilgan laqulab qolgan shuning bilan vav bilan yoning o'rtasida ikki sukun joylashgan. Şunun bilan ya tashlangan ikki sukun joylashganlikdan shunga laqu bo'lgan. Endi laqulga vav fa'il. Shu laqa degan bizning fa'il bo'lib, jumla ve iza laqul lazinikin laqu degan jumla shu izaning muzofili. İza muzaf, laqul lazin muzofili. Bunga bir ko'p to'xtalib ketdik, takrar chiqqanlik uchun. Allazina ismi laqul lazindiki allazi ism mavsul, yine ism mavsul mebni alel fethi fi mahalli nesmi mef'ulun bih. Laqul allazina bu mef'ulun bih olganlık için allazina zeber okunmadı. Allazina meyli fail olgandı mı allazina her bir yerden gelgende allazina cevamlık allazina ve allazina. Şu allazina ism mevsul mebni alel fethi fi mahalli nesmi mef'ulun bih. Onunca düşünüp gelgen mef'ulun bih deyimiz. Amenu ve belki amenu fil mazi mebni alel dhamme zammil katman ötken zaman böyle fa'il vav bulup bu cümle la mahalla cümle gramatikli konu yok çünkü o ellezine isim mevzunun silisi olganlık için. Qalu amanna ki qalu fil vav onun fa'ili bulup qalu yani fil fa'ilin topkan bu fillik cümle la mahalla mineldir. Cümle gramatikli konu yok çünkü o iza degan şart cümleninki şu cezme o'qitmayotgan iza degan cezme o'qitmayotgan shart vositasının javobi bo'lganligi uchun shartning javobi bo'lganligi uchun shunga bu jumla grammatik qoni yo'q deb qaraymiz. Amanna fe'l ve fa'il biz besh deb bo'ldik. Jumla fi mahall nasbi amanna shu qaluning jumladan kelgan maf'ulun bih. Ve iza khalaw ila shayatinihim wa'albat bi ma iza ve iza laqulki izaga atba khalaw ila shayatin khalaw fil mazi mabni ala damma al muqaddara ala al alif al mahzufa deymiz. Yani khalaw dammaga shu tashlangan alif ustida ba deb qaralgan dammaga mabni bo'lgan o'tgan zaman bilan. Yani khalaw fil mazi mabni pashki mabni qaz pashki kelsa ba deb qaralgan pashki muqadderken badab qaralgan pashka. Ne deydi o pashka desa tashlangan alif ustida deydi. Xalavda esa xala yaxlu xalada bir ilib batdi. Aşağıda ilib tashlandı. Xalaude aş xalaude o aşu damme ilib ig'ir kelganlik uchun damme lamga pirilgan xalaudiki shu ilib bilan 32 so'njulashtirib ilib tashlangan. Shu tashlanganlar ustida badab qaralgan dammiga mabni. Pashka mabni. Ikki sukun yo'lashganlik uchun bo'ldi. Vav fa'il Xalavdagi vav fa'il endi xalav degan bu shu jumla izaning muzofinligi.
izanı muzabili. İla şeyatinihim car mecur halavga alaqıdır. Yine halavının mef'ulun bihi gayrisi. Şeytanların kışkı bağanda, aşılarıyla uçraşkanda deydi ular inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. O qalu fil mazi cümle mahlemnel rab çünkü o izadın ibaret cezme hukm etken şart vasfının cevap cümle olganlık için cümle gramatikal konulmaydı ama qali fil peşki mebni vav onun faili oldu. İnna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. İnna harfi nasih harf müşebbeh bil fil na zemir muttasil fi mahallen zemir muttasil olup urun cihati tushuntirib kelgan inna ismisi na ma'a zarf makan mutaalliq mahzub olup innaning xabari. Yani ma'a urun ravişi bulup taşlangan alaqısı bilan qo'shilib bu zarfning haqiqiy amil taşlangan aş amil bilan qo'shilib innaning xabari bo'ladi. Endi kab ma'akum degi kab muzaf ilay bulup mahallen majur. Demek inne ma'akum degan cümle fi mahalli nasb maqul qol deymiz. Yani qalu inna qalu degan şu filninki cümleden kelgan maqul bi. Maqul qol degan şu cümleden kelgan maqul bi. Urunca tushuntirib kelgan. Endi innama kaf makbuba bu haqda men to'xtalib bo'ldim. Nahnu innama nahnu mustahzi'un. Nahnu zamir munfasil fi mahalli rab'i mubtada. Urunca boshqa ishlab kelgan mubtada. Mustaqil qonunchi başka işlik bulduğun kişilik almışılıp burun cihati başka işlik kelgan mubtada mahallen merfu. Mustahzi'un'un bunu doğrusu mustahzi'un aşu nahnu'nunki haber olup başka işlik kelgan. Haberi başka işlik alameti vav mustahzi'un. Çünkü o cemi muzakker salim. Hem innama nahnu mustahzi'un degan cümle istinafiye. Mustaqil cümle innama nahnu mustahzi'un degan cümle istinafiye la mahalla minel iqrab. Yani bu badep qaralgan bir sualning javobi kelganligi uchun jumla istinafiya deymiz. Buni takrorladik bayan bir qadim bo'ldi. Ya'ni ular şu munofiqlar musulmon katta boshlig'iga inna ma'akum biz sizlar bilan billa u musulmonlarning qayta voy biz iymon etdik deganday qilgan bilan amaliyotda ey katta boshlig'imiz voy boshliqlarimiz biz sizlar bilan billa degan chaqda o münafıklarga şeytanları tarafından sizlarning ahvolinglar nim bo'ladi undaq mu'minlar bilan sizlar o mu'minlarga ularning dinida ekanliklarini oshkorlayapsizlar. O sizlar o mu'minlar ularning dinida ekanliklarini oshkorlayotgan holatda sizning mu'minlar bilan bo'lgan ahvolingiz nim bo'ladi, sizlar nima desak ulandaqda degan chaqda degan bir savol keladi. Shu savolning javobi biz nima qildi ularga imanın ularning dinda ekanligimizni biz ularga o'xshash musulmon ekanligimizni tashkil qilyapmiz, oshkorlab qo'yganligimiz, amaliyotda ularni zangli qilganligimiz. Innama nahnu mustahzi'un. Biz amaliyotda ularni zangli qilamiz deb innama nahnu mustahzi'un ashhada ma balukum ma'al mu'minin tuzahirunhum ala dinihim degan bir savol muqaddarning javobi deb qaralganlik uchun shu buni mustaqil jumla deymiz. Jumla sinafiya deb qaraymiz. Allahu yastahzi'u bihim ve yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mesxir qilganliklari uchun Allah ularni jazolaydi. Allahu yastahzi'u bihim. Ular mo'minlarni musulmonlarni zangli qilganligi uchun, mesxir qilganliklari uchun Allah ularni jazolaydi. Ularni gumrohliklarida qo'yib berdi-ki, ular tingni qilgan holatda yurishdi. Yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Endi yastahzi'u bihim degan yujazihim, yani ularni jazolaydi. Jaza istihza'ihim. Yani endi istihza 5 keldi. Mustahzi'un degan masxir qilish, zangli qilish degan keldi. Mayada istihza, jazolash degan ma'no keldi. Labzi o'xshash, ma'nosi o'xshamaydi. Shuni buni babul mushakala deymiz. Mushakilat babi deymiz. Mushakilat babi degan nima desin? Labzi bir, ma'nosi muxtalif. Kalam naiti bir ixcham holatda ifodalanish uchun o'rtaq labz bilan keladi, ammo o'xshash labz bilan kelib, o'xshash bo'lmagan ma'ni ifodalaydiganni mushakilat babi deymiz. Shun Allah ularning
istihza, mesxir qilganligiga jazo berish uchun ularni Alloh jazolaydi. Yamudduhum yumhiluhum, ularga Alloh muhlat beradi. Tug'yon degan ularning haddidan oshqonligida, eshishida, ularning ozg'unligida Alloh ularga muhlat beradiki, ya'mahun, ular gangiraydi degan bo'ldi. Yana ularni gangirab qilayotgan holatda Alloh ularning ozg'unligida ularga muhlat beradi. Ya'ni Alloh ularga muhlat beradiki, ular tingirqigan holatda yuradi deganimiz ana shu. Grammatik tahlilga kelsak, Allohu yastahzi bihim jumla ismiya. Endi bir jumla ismiya yoki jumla fi'liya bo'ladi. Ism bilan boshlangan ismli jumla, fil bilan boshlangan filli jumla o'tdi. Jumla ismiya degan ikki asosiy bilan tarakkibda bo'ladi. Juz'ul mubtada va juz'ul xabar. Unda Alloh mubtada. Marfu alamat rafi ad-damma. Yastahzi'u bihim, yastahzi'u fil muzari marfu alamat rafi ad-damma. Fil muzari boshqa ishlab kelgan fil muzari uniki boshqa ish alamati hamzaning ustidagi pash, fa'il zimir mustatir, yushun kichik almash, yushun kelsin bo'ladi, ana fa'ili oshkor kelsin bo'ladi, shu javozan deymiz. Yine yushun qilishi durust bo'lgan yushun kichik almash bo'lib, shu Alloh degan lafzi jalol qaytadi, huwa jumla bo'lib, yastahzi'u jumla fi'liya, bu shu Alloh degan lafzi jalolga mubtadaning xabari bo'ladi. Bihim jari majrur, yastahzi'unning maf'ulun bih. Ashunu maf'ulun bih deb qaraladi. Allohu yastahzi'u bihim va yamudduhum fi tughyanihim ya'mahunki va yamudduhum va atifa. Va harfat bi yamudduhum fi tughyanihim ne yastahzi'u bihim ga atf qilsak bo'ladi. Yine mubtadani xabarga atf qilamiz, xabar birga. Va harfat bi yamudduhum fil muzari marfu, boshqa ishlab kelgan fil muzari bo'lib, bu yastahzi'u atfa. Fa'il yushun kichik almash taqdir huwa bo'lib, bu huwa Alloh qaytadi. Endi hum yastahzi'u yamudduhum diki ashuhum zimr muttasil fi ma'an nasb maf'ulun bih bo'ladi. Yamudduning fa'ili huwa bo'lib Alloh qaytdi. Endi fi tughyanihim jari majrur yamuddu alaqdir. Yani ularni azg'unliqi ezishga muhlat beradi. Ya'mahun fil muzari mar boshqa ishlab kelgan fil muzari va fa'il jumla fi'liya fi ma'na nasb hal. Yine yamudduhumning tigidiki zimirdan holat. Nima? Yamudduhumninki maf'ulun bi bo'lgan hum degan maf'ulun bi bo'lgan zimirdan hal. Yine yamudduhumniki shuncha ishlab kelgan zimir bo'lgan humdan hal bo'ladi. Yani Allah ularga muhlat beradi. Allohu yastahzi bihim. Allah ularni jazolaydi degan bo'ldi. Yastahzi bihim. Endi yamudduhum chu desak, shuniki atbi va Allah ularga ularni shunday tengir qilgan holatda ularga muhlat beradi. Ulaikallazina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum ve ma kanu muhtadin. Yani şular hidayetini berip gumrohlikni aldı. Şunun so'disi foyda keltirmadi. Ular hidayet topquchi bo'lmadi. İshtara bu ibtiya, yani setilish degan ma'noda. Yani ular hidayetning o'rniga ozg'unlikni setib olgan kishilar degan. Ribi degan ziyoda bo'lish. Asli dasmoyiga, tijoratning dasmoyilariga, asli dasmoyiga ziyoda qo'shilgan bir narsani ribi deb ataymiz. Endi ishtaru dalalati bil huda deganimiz, ya'ni ular kufrining iymonning o'rniga kufrini almashtirdilar. Hidoyat uning ozg'unligini setib oldi deganimiz, hidoyatning iymon o'rniga kufrini almashtirgan odamlar ular. Shu ularning tijorati foyda bermadi, ular hidoyat topuvchi bo'lmadi. Ulaikadagi ulay ismi ishora mabni kasriga qatqan ko'z ismi bo'lib, o'rin jihati boshqa ishlab kelgan mubtada, ulayga kaf harfi xitob qilinuvchi ko'rsatib turdi. Oldingi darsimizda dedik. Allazina ism mavsul fi mahall raf'i fa'il. Fi mahall raf'i xabar. Allazina xabar fi mahall ism mavsul mabni ala al-fath fi mahall raf'i xabar bo'ldi. Ya'ni
zibari qatqan nisbi almashılıb urunca başqa işlab kelgan xabar. İştarav fil madi mabni ala dam taşlanğan ikki sukun uçup qalğanlıq üçün taşlanğan alif üstüdə ba deb qaralğan peshga mabni. Vav aşı zimir muttasil olub tutashqi ishlik almash urun jihatda boshqa ishlab kelgan fa'il bo'ladi. Ad-dalala bizcho ad-dalala hudaning shunga ishlab kelgan maf'ulun bih. Nima? Xato bo'lib qoldi. Ad-dalala la maf'ulun bih mansub. Ad-dalala ishtirav degan filning maf'ulun bih bo'lib mansub alomatun nasbi al-fatta. Bil hudaning bo'ladi bil huda jar majrur ishtiroqqa aloqador. Ishtiroqning maf'ulun bih g'ayri sarih bo'ladi. Ad-dalala maf'ulun bih sarih bil huda maf'ulun bih g'ayri sarih bo'ladi. Alamatul jar ashu özünün cihatidan aşkar kilenmegen alif üstüde ba deb qo'yilgan kasra. Meshada bir ilib ba asl bil hudada bir ilib ba bu. Mush ilibning ustida ba deb qaralgan kasra iliblishaldi. Nimishqa ta'azzur va ism mahsurlarda alamat aşkar kilenmaydi. Taqdiran bo'ladi. Endi fama rabihat tijaratun fa harfi atba u bulup o sebepni musabbabga bağlash uchun kelgan. Ular azg'unlikni hidayet o'rniga azg'unlikni sadavollikdan, iymon o'rniga kufrni almashtirganlik sabablik ularning tijarati foyda bermadi degan bo'ldi. Ma rabihatga ma nafiya rabiha fil mazi mabni alal fathi ta litta'nis mushu filning fa'ilning ayollik kelganini bildirish uchun kelganda rabihatga ticaratu şu fa'il marfu başka işlab kelgan fa'il alamat rafi damma hum muzafilli ticaratu muzaf hum demir zimir muttasil fi mahalli jar muzafilli bo'ladi. Burungi atiklik işlab kelgan muzafilli. Vav va ma kana muhtanik vav atifa atba kanu fil mazi naqis kanu fil mazi naqis. Beştim çıkıp buldu. Mabni ala damma vav onun fa'il. Muhtadin kanının xabri olup tushunki ishlab kelgan alomatun nasbi al-ya deymiz. Mana bu ular hidoyat topquchi bo'lmadi. Hidoyat topmadi degan bo'ldi. Mana bu ulaikallazina ishtaraw dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum va ma kana muhtadin degan oyat karimninki rabi. Biz bugungi darsimiz bu yoqcha bo'ldi. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.